Assalomu alaykum azizlar. Bugun gamer bo'shlig'idagi kistalar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik kista rakka aylanib ketibdi. Kista nima ekan? Kista bor ekan, menda operatsiya qildirishim kerak deb qo'rqib yurishadi. Shu rolik davomida kista o'zi nima? Gamer bo'lishdagi kistalar qachon operatsiya qilinadi? Qachon qo'rqmasdan operatsiya qildirmasa ham bo'ladi? Xalq tabobat yo'llar bilan kistani yo'qotib yuborsa bo'ladimi? Va shunga o'xshagan savollarga javob beraman. Eslatib o'tmoqchiman, agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, tez angina bo'lsangiz, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki burningizning shakli o'zingizga yoqmasa, travma olgan bo'lsangiz yoki garminka bo'lsa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, gamer bo'shlig'i kistalar haqida gapirish uchun o'zi gamer bo'shlig'i nima? Shu haqida aytib o'tmoqchiman. Burun atrofida bo'shliqlar bor. Shulardan eng kattasi gamer bo'shlig'i deyiladi. Gamer bo'shlig'i ichida havo saqlaydi va nafas olganimizda havoni bir qismi ichga shu gamer bo'shlig'i orqali ketadi. Nima uchun kerak bu? Gamer bo'shlig'ida iligan, isigan, namlangan top-toza havo saqlanadi, tashqaridan kirgan havoga aralashib, bu ichkariga ketadi. Ya'ni isitib, ilib, namlanib ketadi, qo'shilib. Shuning uchun kerak bo'ladi. Gamer bo'shlig'ining vazifalari juda ham ko'p. Lekin ayrim kasalliklarda gamer bo'shlig'ida kista paydo bo'ladi. Kista o'zi nima? Tushunishingiz uchun aytaman. Kista bu suyuqlikli qopcha. Xuddi mana sharikni olasiz, sharikning ichiga suv solib qo'yasiz, liqillab turadi. Xuddi shu narsa gamer bo'shlig'ida paydo bo'ladi va bu ma'lum bir shikoyatlarni olib keladi. Shular haqida gaplashamiz bugun. O'zi gamer bo'shlig'i borligini qanday shubha qilish mumkin? Sizda misol uchun gamer bo'shlig'ida kista borligini qanday bilishingiz mumkin? Birinchidan burun bitishi bo'lishi mumkin. Ikkinchisidan bosh og'riq bo'lishi mumkin. Uchinchidan ayniqsa egilganda lo'qqillab og'rish bo'lishi mumkin. Egilganda yoki bir turib ketganda lo'qqillab og'rib ketishi. Ko'zda asosiy qismida, burunning asosiy qismida yoki mana bu gamer bo'shlig'i sohasida og'riqlar kuzatishi mumkin. Ayrimlarda gamer bo'shlig'ida kista kattalashib ketsa, tishga ham og'riq berishi mumkin. Ya'ni tish sohasiga og'riq berishi mumkin o'sha tomonda. Gamer bo'shlig'i ikkita gamer bo'shlig'ida ham bo'lishi mumkin, bitta gamer bo'shlig'ida ham bo'lishi mumkin. Endi gamer bo'shliqlarning shikoyatini kelib chiqishi uning razmeriga bog'liq bo'ladi. Gamer bo'shlig'idagi kistalar razmeri har xil bo'lishi mumkin. Kichkinagina 0.5 sm dan tortib 4-5 sm gacha bo'lishi mumkin. Gamer bo'shlig'ini o'rab turgan qopchasi bo'ladi-yu, uni qalinligiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Yo'qqa qopchali bo'lgan lojniy kistalardan tortib retension kista deydi. 3 qavat qattiq mustahkam qopga ega bo'lgan kistalar ham bo'lishi mumkin. Endi kistalar qanday paydo bo'ladi? O'zi kista u suyuqli qopcha bo'lsa, gamer bo'shlig'i ichi suyakda ichida joylashgan bo'lsa, u qanday paydo bo'ladi? Ko'pincha burun to'siq qiyshiqligi bor bemorlarda, allergiyasi bor bemorlarda, burunda havo aylanishi buzilgan bemorlarda bu paydo bo'ladi. Ya'ni allergiya bu kista paydo bo'lishining asosiy belgilaridan hisoblanadi. Kista qayerdan paydo bo'ladi? Burunning ichida gamer bo'shlig'ida shilliq qavat bor, shilliq qavatlarda juda ko'p bezlar bo'ladi. Bu bezlar o'zidan suyuqlik ishlab chiqariladi va yallig'lanish tufayli yoki allergiya tufayli bu bezlar kattalashib ketadi va ichida suyuqlik yig'ilgan holatda bo'ladi. Endi bu bezovtalik bor sizda, endi u siz doktorga keldingiz. Masalan, bosh og'riq bo'lishi mumkin, burun bitishi bo'lishi mumkin yoki tishlarga og'riq berishi mumkin, ko'z sohasiga og'riq berishi mumkin. Sizda shunaqa bor. Endi siz lorga keldingiz va tashxis qo'yish kerak bo'ladi. U qanaqa tashxis qo'yiladi? Burunning ichini ko'rganda kista ko'rinmaydi. Kistani faqat tekshirish usuli bu rengenalgik tekshirishlar usullari. Oddiy renginda ham ko'rinadi. Birinchi usuli bu shu oddiy rengin. Lekin ko'p klassik holatda ko'rinadi. Lekin juda katta bo'lsa kista yoki juda ham kichkina bo'lsa kista va yoki rengin sifati yaxshi bo'lmasa, bu ko'rinmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa 3D rengin qilish mumkin. 3D renginda cho'tka ko'rinadi. Uni o'lchamlari yoki bo'lmasa qayerda turganligi, qayerdan chiqqanligini ham ko'rish mumkin. Undan tashqari kompyuter tomografiyada yoki MRT da ham ko'rinishi mumkin. Bu ham ko'rinishi. Demak, bemor lorga kelasiz, lor ushbu tekshirishlarni qiladi va sizda kista bor yo'qligini aniqlaydi. Endi kista xavflimi degan savol tug'ilishi mumkin. Kistani o'zi xavfli emas. U rakka aylanishi mumkin. Yo'q, aylanmaydi rakka.
kista faqat bosh og'riq berishi mumkin. Burun bitishi berishi mumkin. Yoki vaqti bilan o'tib yiringlashi mumkin. Yiringlasa, u ham xuddi hozirgidek bosh og'riq berishi mumkin. Endi kistani qanday yo'qotish mumkin? Endi birinchidan kista agar kichkina bo'lsa, unga teginish shart emas. Ko'pincha kistalar qanaqa aniqlanadi? U tekshirganda, tekshiruv davomida chiqib qoladi. Misol uchun siz burundan yaxshi nafas olmaysiz, lorga keldingiz, tekshirganda kista chiqib qoladi. Bu naxotka deyiladi, случайный naxotka. O'zi bo'lgansizda, lekin bilmaysiz, sizni bezovta qilmagan yoki bezovta qilsa ham siz bundanligini bilmay yurgansiz. Boshingiz og'rib yurgan bo'lishi mumkin, tishingizga og'rib bergan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa burunning asos qismida og'riq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin siz boshqa narsadan deb o'ylab yurgan bo'lishsiz. Naxotka, ya'ni tekshirilganda chiqib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa целенаправленный aniqlanishi mumkin. Ya'ni ayrim bemorlarda yurganda, egilganda burundan birdaniga sariq suv kelib qoladi. O'sha kista yorilgan bo'ladi va suvi burun orqali chiqib ketgan bo'ladi. Bunday holatlar ham bo'ladi. Shunaqa bemorlarimiz kelgan, burnimda to'satdan sariq suyuqlik kelib qoldi deydi. Keladi, tekshiramiz, kista aniqlanadi. Endi qachon kistani olib tashlash kerak? Yuqoridagi aytib o'tgan shikoyatlar bo'lsa, kista olib tashlanadi. Razmer jihatdan aytsak, 1,5 sm dan katta kistalar olib tashlangan ma'qul. Endi qaysi kistalar olinmaydi? Teginmasa ham bo'ladi. Juda ham kichkina kistalar, shikoyat bermaydigan kistalar, ya'ni bor, lekin siz bezovta qilmaydi. Prosta tekshiruvingiz chiqib qoldi. MRT qildirdingiz, MRTda kista chiqib qoldi. Atak sizni bezovta qilmaydi. Uni olish shart emas bo'ladi. Endi xalq tabobati yo'li bilan olib bo'ladi, yo'qotib bo'ladi. Yo'q, xalq tabobati yo'li bilan yo'qotib bo'lmaydi kistani. Chunki u qopchani ichida unga bar ta'sir qilish nima edi? Ta'sir qilmaydi uni bari xalq tabobati. Yoki bo'lmasa kista o'zi-o'zidan o'zi yo'qolib ketishi mumkinmi? Unaqa ham bo'lishi mumkin. Misol uchun sizda allergiyangiz qo'zib turibdi, kichkinagina kistangiz bor. Lecheniya oldingiz, dori-darmonlar, garmonlar qildingiz yoki o'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Vaqt o'tib kista kichkinalashib yo'qolib ketishi mumkin. Agar kichkina kista bo'lsa, masalan, 1,5 sm kichkina bo'lsa, odatda 1,5 sm dan katta kistalar, 4-5 sm kistalar o'zida o'zi yo'qolmaydi, faqat yorilib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Qattiq harakat qilganingizda yoki bo'lsa riskga harakat qilganingizda kistalar yorilib ketishi mumkin yoki o'zidan o'zi ham yorilib ketib, ichidan suyuqligi tushib ketishi mumkin. Unda qolib ketadi ichkarida, lekin suyuqligi chiqib ketadi. Endi operatsiya jarayoni qanaqa bo'ladi? Operatsiya jarayoni kista gamerotomiya operatsiyasi yordamida olinadi. U burunning ichidan ham qilinishi mumkin, pastki burun yo'lidan yoki tashqi fossa kanina orqali, ya'ni labni pastki qismidan olish. Ikkalasi ham kichkinagina teshik qilinadi, 0,6-0,5 sm kamera bilan kiriladi, olib tashlanadi. Kistani o'zini olish operatsiyasi endi hamma doktorda har xil. Masalan uchun men 5-10 minutda qilaman. 5-10 minutda o'zi operatsiya tugagan bo'ladi. Asosiy xulosa qilib aytadigan bo'lsam, agar sizda kista 1,5 sm dan katta bo'lsa yoki yuqorida aytgan shikoyatlarim bo'lsa, unda oldirib tashlaganingiz ma'qul. Agar sizni bezovta qilmasa yoki bo'lmasa 1,5 sm dan kichkina bo'lsa, unda teginmasa ham bo'ladi. Agar sizda yuqoridagi shikoyatlar bo'lsa, burundan yaxshi nafas olmasangiz yoki tez angina bo'lish joningizga tegsa yoki bo'lmasa burningizni shakli o'zingizga quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelavering. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.